Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz Krebs sikl haqida bo'ladi. Hop, Krebs siklning umumiy ta'rifi: Krebs sikli mitoxondriyada matriksda kechadigan biokimyoviy jarayon bo'lib, unda asetil CoA to'liq oksidlanadi va energiya tashuvchi moddalar hosil bo'ladi. Ya'ni NAD va NADHlar, NADH va FADHlar. Ahamiyati: hujayraning asosiy energiya manbai, markaziy metabolitik yo'l, amin kislota, yog' kislotalar va glikogenez bilan bog'langan. Bu siklga kirishda glikolizda hosil bo'lgan piruvat mitoxondriyada asetil CoAga aylanadi va asetil CoA Krebs siklini boshlab beradi. Asosiy vazifasi oziq moddalarda energiya ajratish, FADH va NADHni hosil qilish, ya'ni elektron tashuvchilar, oqsil, yog', uglevod almashinuvi uchun oraliq mahsulotlar berish. Hop, mana bizda ko'rinyaptiki, Krebs siklini umumiy reaksiya zanjiri. Hop, ko'rishimiz mumkin. Bizda tepada piruvatdan asetil CoA olinyapti. Asetil CoA olinyapti, ya'ni bu piruvat tepada Krebs siklida olingan piruvat bo'ladi. Piruvatda bilamiz 3 ta uglerod qatnashadi. 3 ta uglerodda tashkil topgan. Asetil CoAda 2 ta uglerodi bor. Hop, piruvatdan asetil CoA olinayotganda piruvat degidrogenaza fermenti yordamida sintez qilinadi. Bu jarayonda NADdan NADH olinadi. Keyin asetil CoAdan sitrat sintaza fermenti yordamida sitrat olinadi. 6 ta uglerodi bo'ladi, lekin uni sitratdan akonitaza yoki izomeraza fermenti yordamida izositrat olamiz. Unda ham 6 ta uglerodi bo'ladi. Keyin izositratdan izositrat degidrogenaza fermenti yordamida NADdan NADH olinadi. Alfa keta glyukonat hosil bo'ladi. Unda 5 ta uglerodi bo'ladi, chunki bitta karbonat angidrid sarflanib ketadi, ajralib chiqib ketadi. Alfa keta glyukonat degidrogenaza fermenti yordamida suksinil CoA olinadi. Bu jarayonda ham NADdan NADH hosil bo'ladi. Hop, suksinil CoA degidrogenaza fermenti yordamida suksinat hosil bo'ladi. Bu jarayonda GDP hosil bo'ladi. GDPni biz bemalol ATF deb olsak ham bo'laveradi. Bu bitta ATF ga teng bo'lgan molekula. Hop, keyin suksinatdan suksinat degidrogenaza fermenti yordamida fumarat olinadi. Bu yerda FADdan FADH hosil bo'ladi. Fumarataza fermenti yordamida malat olinadi. Keyin u malat degidrogenaza fermenti yordamida oksalatsiyetat hosil qiladi. Bu jarayonda ham NADdan NADH olinadi. Hop, keyin oksalatsiyetatdan yana asetil CoA bo'lib aylanib zanjir davom etib boraveradi. Hop, bu jarayonda jami hisoblab ko'radigan bo'lsak, nechta ATF hosil bo'lishini bizda umumiy Krebs sikli zanjirda ichida deydigan bo'lsa, jami 3 ta NADH, bitta GDP, bitta FADH. Bularda jamini hisoblaydigan bo'lsak, bizda 3 ta NADHimiz, bitta NADH o'zi 3 ta ATF ga teng bo'ladigan bo'lsa, 3 ta NADHdan 9 ta ATF olinadi. Endi bitta FADHimiz bor edi. Bu FADH 2 ta ATF ga teng bo'lgani uchun 2 tani qo'shamiz 9 ga 11 ta. Keyin GDPda aytdim, bitta ATF ga teng dedik. Uni ham qo'shadigan bo'lsak, jami 12 ta bo'ladi. Demak, bilishimiz mumkin, Krebs siklining zanjirida o'zida 12 ta ATF hosil bo'lyapti. Agarda bizda savolimizda Krebs sikli zanjirda emas, Krebs sikli umumiy deydigan bo'lsa, tepada piruvatdan asetil CoA olinayotganda ham bitta NADH hosil bo'lgan. O'sha NADHni ham qo'shib olamiz. Jami 15 ta ATF hosil bo'lgan bo'ladi. Shu jarayon Krebs sikli bo'ladi. Bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.